Xitoy doiralari Sharqiy Turkistonda muhofizatchi nomli manevr o'tkazgan. Manevr ko'p joyda bir vaqtda ilib berilgan. Manevrga qurolli qism bosh atriti, Bingtan qo'mondonlik shtabi qatorliqlardan bo'lib, 10 mingdan ortiq ofitser askar qatnashgan. Kishilik huquq komitetining Xitoyni nazorat qilishga mas'ul bosh naziri Sofi Rijarson Xitoy doiralari kishilik huquq xizmatiga yurgizayotgan monopol qilish harakatini darhol to'xtatishi kerak degan. Rijarson so'zida Xitoyda insoniy huquq ofatining barg'ansir yomonlashayotganligini, yaqindan buyon Xitoy doiralari kishilik huquq aktivlarini kishilik huquq ish bajarish o'rinlariga berishni har xil vositalar bilan cheklaganligi, hatto Nyu-Yorkdagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh shtab ishxonasi xizmatiga avorichilik paydo qilganligini, Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkiloti organlarini kontrol qilib, oxirida xalqaro kishilik huquq komitetining va barliq xalqaro jamiyatning Xitoyning to'mir topini ostida ingravotgan Uyg'ur musulmonlari, Tibet xalqi va ularning vatanini Xitoyning bir qismi deb e'tirof qildirish g'arazining borligini oshkorlagan. Bangladesh bosh ministri Shayx Hasana Vajid Naf daryosining usti arakanlik musulmonlarning jasadi bilan to'ldi degan. Hasana Vajid so'zida yana Berma hukumatini bu harakatlarni darhol to'xtatishga chaqiriq qilib, bu gunohsiz o'smirlar, ayollar va insonlar zodi qandoq gunoh o'tkazdi, bu xil harakatlarni qat'iy qabul qilolmaymiz. Inson qalbidan chiqqan bu xil pozitsiyalarga norozilik bildiraman. Bermaning o'z fuqarolarini qaytarib elishi va ularga turmushlari uchun bexatar yer belgilab berish mas'uliyati bor degan. Türkiye Medeniyet ve Sayahat İşleri Ministeri Numan Kurtulmuş, Xitoyda ochilgan BDT Dünya Sayahat Teşkilatı'nın 22. növbetlik umumiy kengash yig'iniga qatnashgan. Yig'indan keyin muxbirlarga Xitoy bilan o'tkazgan uchrashishlarimizda shuni his qildimki, Xitoymi Turkiyaga favqulodda ahamiyat beradi ekan degan. U so'zida yana 2018 yilining Turkiya-Xitoy munosabatlari nuqtasidan nihoyat yaxshi va intayin qimmatli bir yil bo'ladiganligini oshkorlagan. Çin'le her alanda başlayan, özellikle İpek Yolu projesi kapsamında yol ve kuşak projesi dedikleri hem karayolu hem deniz yoluyla doğuyu batıya bağlayan bu proje dolayısıyla Türkiye ve Çin son derece stratejik işbirliklerine imza atıyor. Enerji alanında, ulaşım alanında, diğer ekonominin diğer alanlarında işbirliğini artırıyor. Tabii ki kültür ve turizm her iki alanda yumuşak güç olarak Türkiye ile Çin'i yaklaştıran ve işbirliklerini artıran önemli alanlar.